O'zi xiyonat nima? Xiyonat. Odamlar o'ziga o'zi xiyonat qilganidan o'zi xiyonatga uchraydi. Shu narsani biz, masalan, men hech qachon videoyimda olib chiqmayman-da shu narsani. No konsultatsiyalarda doim shu narsa bo'ladi. Men olib chiq anaqa qilib ishlab beraman-da. Realni o'zi tan oladi keyin. Har bir kelgan ayol. U erkaklarda ham xiyonat bo'ladi do'stiga. Nimaga? Ana bu bor-ku, bir kishi uchun yomon bo'lib qoldingmi, bil juda ham ko'p yaxshilik qilib o'rgansan, bor, o'tayminda. Mana shu xiyonatchi balansga olib keladi. Bog'liqlikni balansga olib keladi. Men eng zo'ri bo'lishim kerak deydi-da, imенно odam o'zidan xiyonat qilgani sari, o'ziga xiyonat qilgani sari keyin aylanib o'rgilib nima bo'ladi? Ana bu ichidagi e'tirozlari energiya jihatdan u qarshi tomondan bizga ko'rsatib beriladi xolos. To'g'ri. Men bu bog'lanib qolishlik dedik-ku, bog'lanib qolishlik erkakga nisbatan kuchayib ketsa, erkak unga bir nimaxon, men sening xudoying emasman, menga bog'lanib qolma deydi. Ongsiz ravishda aytadi. Xiyonat qilib javob beradi. O'sha bog'lanib qolishlikni balansga olib kelish uchun. Ya'ni ichidan o'ylaydi-ku, voy, bu ham menga xiyonat qildi, bunga ham ishon bo'lmas ekan deydi-ku. Ana shu paytda inson balansga kelishni boshlaydi. Ya'ni distansiyani juda yaqin ko'rgan bo'ladi-da. Men 3 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli psixolog Iman Ahmedovna 71 mingdan ortiq ayol qizlarni oiladagi munosabatlarning tiklanishi, qarzlardan xalos bo'lishiga sababchi bo'lganman. Pulga bo'lgan qo'rquv hamda kambag'allikdan qanday chiqishni 20, 21, 22 noyabr kunlari bo'lib o'tadigan bepul darsimda o'rgataman. Bepul darsda qatnashish uchun profil biosidagi silka orqali ro'yxatdan o'ting.